Bugun Uyg'ur millati irqiy qirg'inchilik yo'liqishining eng asosiy sababi boyliqdanmi boshqa u millatning jangovar ro'yi. U xayrlar, munofiqlar nima desang de ishim yo'q. O xalqning uzun tarixi emas jangovar ro'yi. Masalan, ya nemislar o'tirib nima uchun yahudlarni qirdi? Yahudlar dunyodagi uch chong alayida millatning birisi. Yahudlarni nemislar qirib tugatsa dunyodagi birinchi nomerlik millat bo'lmoqchi. Ama aşağıdır degan millat u dunyodagi aqlli millat, jangovar millat, jasur millat. 2000 yildan birisi Xitoyni Sadichil sepining matariga o'tkazmagan millat. Tarixiy faktlarning hammasi turadi. O millatni tuyuq o'ldigan vaqtimizda Xitoy millati ota bolalardan qolgan tarixda yozgan yozmalarga 100 kelalaydi. O millet jangovar millet. Şu bugun men Polşalik her insanlar bilan Angliyadan kelganlar ishlayman. Men ularga o'tib inshaalloh 1 yil qoldi, 2 yil qoldi. Aziz millatimga erkinlik keladiganga, bizni quradigan davlatimizga desa qarab o'tirib ham istaydi. Yo'q, 1,5 milliard Xitoy degan bir sakizta yarashar dumlab tushib ketadi erkinlashdi. Hey, sen shunda qo'rqsa, mening millatim qo'rqmaydi, biz qo'rqmaymiz. Shuning uchun qo'rqmaganligi uchun millat deginiga tez pukmaganligi uchun kam degancha 5 million hatto undan jiq insonlar lagerda, turmada, o'limning ichida.